Uylarning narxi sinib ketyapti. Toshkent shahridan yangi qurilgan kottejimiz mebel texnikalari bilan sotilyapti. Arzon joyda chiqyapti. O'tkazib olmaslik uchun tez like, podpiska bosib qo'ying. Qarang, bu xonadonimizning birinchi xonasi. Kattagina mehmonxona ko'ryapsizmi? Mebellari, texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Bu yoq tomonga kiring. Qarang. Mana shu ko'rayotgan mebellar hammasi qoldirib ketiladi. Bu birinchi yotoqxonamiz, ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilib ketilgan. Bu yoq tomonda mana qarang. Keng yo'ligimizni ko'ryapsizmi? Xo'p, ikkinchi xonamiz bolalarga yotoqxona qilib ketilgan. Remontlari haqiqatan hali yangi, svejiy turibdi. Va bu yoqda bo'lsa, umumiy yuvinish xonalari qilib qo'yilgan. Keling. Mana bu yoq tomonda bizda ikkinchi yotoqxonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ko'ryapsiz. Xo'p, xonadonimizda radiator, topli pol bilan isitilar ekan. Bu yoq tomonda bo'lsa, xonadonimizning oshxona qismi joylashgan. Shu oshxonamizning tagi podval qilib ketilgan. Podvalga ko'cha tomondan tushsanglar ham bo'ladi. Xonadonimizda Yashnobod tumani Chashma mahallasida joylashgan. To'liq lokatsiya har doimgidek Telegram kanalimizda egalarining nomeri pastga yozib qoldiramiz.